Turk kinosi yulduzi Burak O'zchivit 1984-yil 24-dekabrda Istanbul shahrida tavallud topgan. Bugungi kunda u nafaqat mahoratli aktyor, balki butun dunyoga tanilgan haqiqiy uslub timsolidir. Uni nafaqat Turkiyada, balki butun dunyoda, xususan O'zbekistonda ham juda yaxshi ko'rishadi. Hamma narsa moda olamida boshlangan. 2005-yilda Turkiyaning eng yaxshi modeli deb topilgan. Burak tez orada kino olamiga kirib keladi. Uning o'ziga xos tashqi ko'rinishi va aktyorlik mahorati rejissyorlarni darrov maftun etadi. Unga ilk katta muvaffaqiyatni Muhtasham 100 yil serialidagi Balibey obrazi olib keladi. Undan so'ng Sevgi iztirobi serialidagi Kamol obrazi bilan millionlab insonlarning ko'z yoshiga va muhabbatiga sababchi bo'ladi. Burak nafaqat mahoratli aktyor, balki namunali oila boshlig'i, turmush o'rtog'i Fahriy Evchin bilan qurilgan baxtli oilasi va farzandlari uning hayotidagi eng katta yutug'idir. Sizningcha Burak O'zchivitning eng yaxshi roli qaysi? Izohlarda yozib qoldiring, kutib qolamiz.